O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning tug'ilib o'sgan xonadonlariga keldik. Bibixonim ko'chasi 124-uy. Bu uyda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov yashagan. Ichkaridan ko'rsatamiz. Mashalloh, kelgan ziyoratchilarimiz shu yerda Qur'on tilovat qilishar ekan. Va albatta mana shu yerda Islom Abdug'aniyevich Karimovning hayot yo'llarida bosib o'tgan tarixiy bir video film ko'rsangiz bo'ladi. Uylari ham bu darajada hashamatli emas. Bu tarafda mana shu suratlar qo'yilgan ekan. O'zani suratlari ko'rsataman. Ota-onalarini rasmlari. Islom Abdug'aniyevich